Hammasi tugadi. Men qaytmoqdaman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Gonkongdagi birinchi semestr yakunlandi va men Toshkentga yo'l oldim. Bugungi vlogda sizlar bilan sayohat jarayonidagi hissiyotlar, kutilmagan vaziyatlar va xulosalarim bilan bo'lishaman. Bo'lmasa, biz boshladik. Assalomu alaykum. Hozir Guangzhoudagi Uzbekistan National Food degan joyga kelganmiz. Bu yerda it's an amazing place, you know. Hozir achiq yo'lman, osh zakaz qildim, ayron zakaz qildim va I'm feeling home. Bu juda ham muhim menga. Shenzhenda ham o'zbek kafeshka bor. O'zbek kafeshka lekin uyg'urlar ochgan, lekin bu yerdagi o'zbek kafeshka o'zbeklar ochgan. O'shanga buni qanaqa mehr bilan berilganda baribir seziladi. O'shanga bu yerda o'zbek kafe bor, qozon mehmonxonasi bor, bu yerda Shahriyor Mirazin bor. Bugun biz boshqa o'zbek kafeshkasidamiz, Uzbek National Food. We're moving forward. 2 kun Guangzhouda juda ham tez o'tdi va o'sha tez o'tgan sababli juda ham ko'p shopping qilishga harakat qildim. Hech narsa qilolmadim. O'zbekistonga 8 soatlik parvozim bor. O'sha parvozda bloknot olamiz, bloknotda polniy refleksiya qilamiz. 2025 da xulosalarni chiqarib, 2026 ga qanaqa planlar bilan borishimni va O'zbekistonda xulosasi 1 oy bo'lib, loyihalarni ustida ko'proq ishlaymiz. Shaxsiy brendim, o'zimni IELTS teaching platformam va sekin-sekin mana shu loyihalarni ustida ishlab, ikkinchi semestrda ham plan qilamiz. 17-yanvar Gonkongga qaytib boraman. Yep, 1 oy такой перезагрузка uchun Gonkong juda ham charchatdi. Yeah, it's good. Gonkongdagi life qanaqadir comfort zonangizdan chiqasiz. No, O'zbekistonda ham comfort zonaga chiqishsa bo'ladi. So you just move forward. Botdan botga zip kodlarni almashtirib yuraversangiz, men qarashda yaxshi bo'ladi. Uydagilar ham juda odamni sog'indi. Bizda 8 soatlik parvoz kutibdi. Charchamanglar. Vatanga qaytyapmiz. Soat 4:35 da reysim bor. Hozir 1:30-8 minutdan registratsiya boshlanadi. Birinchi semestr juda ham zo'r o'tdi. Gonkongda juda ham ko'p narsa o'rgandim. Bitta narsani sezdim. O'zbekiston bilan Gonkongdagi education system juda ham farqi bo'lgani sababli universitetga kelishdan oldin albatta tayyorlaning. Mez kurslar oling. Endi men mez o'qimayman, lekin mez o'qiydigan bo'lsangiz, technical направление bo'lsa, albatta mez o'qishga harakat qiling. O'zingizga mana bu fundamentni boshidan quring. Например, hozir universitetga topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha libo universitetga kirgansiz, libo universitetga krasnot olasiz. O'shanga universitetga tayyorlanishda hozirdan boshlayvering. Потому что men bu intervyuda o'tayotganda ko'rishadi, universitetga bu bola tayyormi, tayyor emasmi degan savolga. O'shanga tayyor bo'lishingizda tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. O'shanga the best bir semestr, mana shu birinchi semestr bo'yicha refleksiyaga keladigan bo'lsak, semestr juda zo'r bo'ldi, ajoyib. Juda texnikal bo'lgani mumkin, chunki ko'p ishladim. Ko'p anaqa loyihalar ustida ishladim, o'zimni ishlarim qildim. Gonkongni explore qilishga harakat qildim. Например, Saykunga bordik, cliff jumpingga, Victoria Harborga, Victoria Peakga. Gonkongda aylanib chiqdik. Lekin yanada ko'proq joylar bor, aylanadigan, o'shalarni qilishga harakat qilamiz. Ikkinchi semestr, xulosa, juda ham ko'p planlar bor. Birinchi o'rinda bu traveling. South Asiaga juda ham katta access bor. Bu Xitoy, Yaponiya, Koreya, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore. There are many countries that I would like to travel in the second semester. Men borga bir 3-marta oldimdan o'tdi-da. But it's okay. Mana shu traveling qilib, plan qilamiz hozir. O'zanab qilganman. Remindersga kirib, Remindersda wishlist degan narsa qilganman-da. Qaytga bormoqchiman. Va o'sha ikkinchi semestrda va shu 2026-yilda plan qildim. Mana shu travel qilib, sizlarga ko'rsatib, o'sha qaytga borayotganlarimni, naqotganlarimni qiziq bo'ladi degan umiddaman. So we're moving forward. All right. Mashnaqa chiroyli aeroport. Hozir mana bitta 3 minutdan keyin registratsiyamiz boshlanadi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun hozir chayni seremoniyaga keldik. Kitayskiy chayda probovat qilamiz. Kecha bizda bir $150 ga o'sha chop qo'ydim sovg'a sifatida. Endi choylarni bir his qilamiz. Boshlaydi.
Chinese black tea. Ah, Chinese black tea deyapti. Alright. You can smell. Smell? Oh, it's good. Bilmadim, protsesslar qanaqa называется, lekin interesting. Alright, I'll be trying it. Kecha bitta xitoy choyni пробовать qildim. Zo'r edi, такой fruktoviy, lekin bu o'zimizda qora choyga o'xshab ketar ekan. It's actually good. What are the benefits of it, man? What are the good sides of it? You wanna use translator? Ilosa. I'm from Uzbekistan. You know the country of Uzbekistan? Uzbekistan. Pakistan. Not Pakistan, Uzbekistan. Okay. You know the country? You know Kazakhstan? I know Pakistan. Miss, Ilosa, Kazakhstan, Kazakhstan, Uzbekistan. Central Asia. Jungo Asia. Jungo Asia. You actually don't know Uzbekistan? Uzbekistan. Say it. You know that? Uzbekistan. Yeah. You come to Uzbekistan, call me. Okay. I'll make you fluff, yeah? Like good tea. How much it costs? Do you sell tea? Yes, for sale. Yesterday I bought tea for around like 2,000 yuan 300. for 100 grams, right? 360. Yeah, a box. I don't need tea. Like I bought it already yesterday for a lot of money. One more. Yeah, let's do that one. David Biri. What's your name? My name. Uh-huh. Chinese name is Pan Pan. Pan Pan. What about you? My name is Song. Song. Yeah. Song. Alright. Geen gousting zijn Jenny. Wow. Me too. Wasje Adil. Wasje Uzbekistan. Is that about tea? Yes. That's the menu, right? No English. I'm sorry. Oh, I understand Chinese. Yeah. Yeah. Wasje Hanyu. Wow. I study in Shanghai. 我学习 in Shanghai. 哦，我学习香港。在香港。Wow. 刚到广州。Guangzhou. Yeah. Yeah. Here's Guangzhou. Yeah, here's Guangzhou, here's Shanghai. Yes. Yeah, Shanghai is there. This tea comes from Hubei province. Do you know Hubei? Hubei is there or here? Here. Here, it's Yes. above Guangzhou, right? Tea was beautiful, miss. Thank you so much. You're welcome. Yeah, One more. thank you. No, thank you. Okay. Thank you so much. It was good. Thank you. Shit. Siyasi. Right. Shunaqa ko'ngil onasida sizga choy beradi. Endi hozir birikda ishlayapmiz. O'shani tugatamiz. Keyin sekin reysga chiqib ketaversak bo'ladi, do'stlar. O, vatanim sog'indim, shunaqa sog'indim. Mana shunaqa Lingnan Souvenirs degan paket oldim. Ichida ko'p sovg'alar oldim o'rtoqlarimga, yaqinlarimga. And yep, sekin o'sha vatanga qaytsak bo'ladi. Assalomualaikum hurmatli yo'lovchilar, xonimlar va janoblar. O'rtog'im turibdi hozir. Bu bizning litsey. Litseyga 2023-yilga kelganman. В принципе, juda eng такой character development payti bo'lgan. Recording everything. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Adilxon Kimpilov kanalida eksklyuziv vlog Westminster litseydan, Westminster o'quvchilaridan. Biz vlogdan litseydan chiqib oldik. Hamma bilan mazza qilib ko'rishdik. Bu litsey ham juda ham zo'r litsey. It's like eng katta character development bo'lgan joy. Academic Life in Westminster. Hamma ustozlar bilan tanishib debman. Короче, aynalib hammaga ustozlarga rahmat deb yurdik. Hozir ham o'rtoqlarim tanishtiradigan bo'lsam, bu Jasur, bu Birmingham University'da o'qiydi. Bu Sabit Samad, NYU Shanghai. Ma'lum gap yerda. Keyingi yil Xitoyda ko'rishamiz to'g'risi. Agar sizda shans bo'lsa 9-sinfda va 9-sinfda o'qisangiz, Westminster litseyga kelishda, обязательно Westminster litseyga keling. Chunki bu joy sizga nafaqat bilim, balki o'zingizga ham fundament beradi. Shuningdek keling, so just study here and take the most out of it. It's quite cool. But the fire inside is so hot. Awesome. Nimadirda? Hammaga salomimiz. 20 dekabr finally winter break. Вот social keldi. Everything is good. Вот родные места. Гранд-Эду. Вот я.
Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Adil bilan ko'rishdik. DJ Osmon paketga olinyapti. Bizga ham nasib qilsin deb qolamiz. Qor yog'yapti. Anchadan beri qor ko'rmagandik. Sovuq havo ko'rmagandik anchadan beri. Mana mikrofonga gapirish esimdan chiqyapti. Qachon kelmoqchi eding? Kelsa Ferrari park bosish kerak. February. Xudo xolasa February kelsa hamma narsa qilib ko'ramiz. Eng top experiencelarni padarit qilamiz senga. Всё, давай. O'sha vlog kutinglar, o'sha vlog eng topovisi bo'ladi. Bugun do'stlarim bilan nasibda ko'rishishga. Inshaalloh mijos chiqmaykan. Muradni ovozlaydi, brat. Bugun o'shaga qorga nasib qilgan ekan. Do'stlarim bilan va Abu Dabida kelgan ekan, ko'rishdik. Vallahi character development bo'lgan, siz uchun katta experiencelarda. Oh, it's so good, you know. It feels amazing, bro. Mana olaman. Niyat qildim. Mana, momam. Hello. Zamirsoyda bugun. Life is good. Enjoying winter break. Da, shunaqa gaplar. Abu Dhabi bilan endi comparison juda katta. Albatta. 30 gradus. Qor ko'rmaymiz-a? 30 gradus vaziyatda. O'sha. Odamlar, do'stlar albatta. Hammasi ajoyib. Alright. Eng katta sababi o'sha Gonkongdan O'zbekistonga kelish, winter breakka. Bizga bir oycha beriladi. Dam olib olinglar, recharge your batteries degan maqsadda. Bu yerga kelib, oldingi habitlarni yana kuchliroq qilish va yangi habitlar yaratish. Masalan, vaqtli uyg'onish, vaqtli yotish va sleep schedule'dagi uyquga juda katta e'tibor qaratish. Ikkinchi sababi bu do'stlar bilan va oila bilan ko'proq quality time o'tkazish. Va to be honest, men bu Gonkongda oxirgi oy final weeklar bilan, ishlar bilan bo'lgani uchun gymlar consistent bo'lmadi, diet narx consistent bo'lmadi va o'zining qanaqadir zaifliklari bo'ldi. Shuning uchun bir oy for me o'z balansga o'sha recharge your batteries and come back stronger. Ikkinchi semestr xudo xolasa academically ham, health bo'yicha ham hammasini buzamiz va yangi retseptlar o'rganyapman. O'sha xudo xolasa 2026da ikkinchi semestrda osh pishiramiz Gonkongda. So yeah, 2026ga planlar jiddiy. Xudo xolasa hammasini bajarishga, mana shu dokument qilishga e'tibor qaratamiz va o'zingizga ham nima niyat qilgan bo'lsangiz, plan qilgansiz, refleksiya qilgansiz, 2025 nima o'xshadi, nima o'xshamadi, 2026 nima o'xshaydi. Hammasini bitta plan qilib, 2026 nima niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha niyatlaringizga erishing va 2026-yil sizga qanaqadir barakali va maqsadli o'tishiga tilakdoshman. Keyingi ko'rishguncha.